Uyda ota o'rni pasaygan sayin, onaning hurmati qochishi tayin. Uyda ota o'rni pasaygan sayin, onaning hurmati qochishi tayin. Pul topib bog'la otaga xo'jayin, bizlari tushib qolgan ahvolga qarang. Pul topib bog'la otaga xo'jayin, bizlari tushib qolgan ahvolga qarang. Internet dastingdan qilaman nola, yoshlar qul-qunduzding o'qishi chala. Internet dastingdan qilaman nola, yoshlar qul-qunduzding o'qishi chala. Telefon o'ynaydi 2 yosh bola, bizlari tushib qolgan ahvolga qarang. Telefon o'ynaydi 3 yoshar bola, bizlari tushib qolgan ahvolga qarang. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, sog'lommisizlar. Qurbon hayiti munosabati bilan 500 ming so'm, 1 million so'm, 1,5 million so'm, 2 million so'mgacha azamat mebelda skidka bo'ladi. Bugun videoni oxiridan ko'ringlar. Reklama berish xohlovchi tadbirkorlar bo'lsa, meni nomerim 97lik 458 50 50 bemalol murojaat qilinglar, joy qilib reklama qilib beramiz. Azamatning nomeri ekranlarda bo'ladi. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ajoyib video bo'ladi. Bir like bosib beringlar, yaqinlaringizdan bir tarqatib qo'yinglar. Adresini tushuntiramiz. Bu yerimiz Urganchdan Xivoga kirib kelasiz. Xiva sentra yetmasdan Uzgazoil zapravka, benzin zapravka chiqadi. O'tib kelasiz 300 metr o'ng tarafda azamat mebel bo'ladi. Bu yerimiz Xiva do'kon tarafdan kelamiz. Kotejlikda chiqadi yine. Qatar Xiva do'konidan Urganchga qarab yurganda kotejliklardan o'tasiz. Chap tarafda bo'ladi Xiva do'kon tarafdan kelganda. Ekranlarda aytganimning nomerini chiqarib qo'yaman, bemalol murojaat qilaverasiz. Bugun 2 million so'mgacha skidka oladi. 4 kun bo'ladi. Shoshilib qolinglar Qurbon hayiti munosabati bilan. Videoni boshladik, bir like bosib beringlar. Ketdik. Assalomu alaykum. Azamat, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshimi? Rahmat, siz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kelib qolgan Qurbon hayitlaringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Podpischiklarimizni tabriklab qo'yamiz. Kelib qolgan Qurbon hayitlar bilan Karimboy, xudo xolasa bu videomiz zo'r video bo'ladi. Skidkalarimiz ham bor, eshik mebellarimizdan 500 ming so'mdan ta 2 milliongacha skidka tib beramiz xudo xolasa. 500 dan 2 million odam skidka. 500 dan 2 milliongacha xudo xolasa arkasi uzundan yana qarab beramiz. Qurbon hayiti bilan munosabati bilan to'g'risi uzuni pulidan beramiz. To'g'ri mebellarimizni. Qachon adam? Mana xudo xolasa shu 7-kungacha qo'yib beramiz. 4 kun bo'ladi, ha? 4 kun qo'yib beramiz. 4 kun bo'ladi. Xudo xolasa o'zini pulidan deb turibdi. Ko'pchilik narsasi videoni shuncha o'tkazmay oxiridan ko'ringlar. Karimboy, ayrim narsalarni o'zini bahosidan dedim-ku sizga. Undan tashqari yana bir yaxshi like bosgan, kommentariya yozgan 100 ming so'm yana bonus qilib beramiz. Kelishilgan bahodan keyin. Ham dastavkasi ham ichida ber buni. O'zini mebelni o'zini bahosi bo'lsa ham dastavkani ham o'ynab mut qilib berasiz. O'ynab mut qilib beramiz ichida. Yana bir like uchun 100 ming so'm. Bir like uchun 100 ming so'm qaytib ham beramiz. Like, kommentariya yozib kelgan odamga 100 ming. Bir like bosasiz, kommentariyada bir yaxshi gapingizni yozib qo'ying, yana 100 ming so'm bor. 100 ming so'm bor. Hisob. Qaytib beramiz. Esa ko'chadan boshlayamizmi yo chandan boshlayveramizmi? Bir yandan ko'chadan tushuntirib kelaveramiz. Bir chetdan ketaveramiz, ha? Qaranglar. Xudo xolasa yana bir like uchun, bir kommentariya uchun yana 100 ming so'm beraman deb tut qaytib. Ko'p narsalar skidga tushirildi. Durishni qaranglar, mebeldan qasından boshlaymiz. Ishon bir yandan kelsak Karimboy. Bo'ldi, tamam. Bu katlasini kim bo'lar? Avan. Paskalanib turibdi-ku, ha? Avan balla yozib chiqarib uspet olmadik Karimboy, kelishingizga. Bu galokimiz razmeri Karimboy 4.330 ga 2.30 razmeri. Ava. Balishli plastiklari bor, ichida 2 dona kursi ham ichida bo'ladi. Buni Karimboy 5,5-6 million sotib turadi bu narsalar. Hozir bu narsani 5 million emas, 4,5 million ham damiz. 4 million so'mga qo'yib beraman Karimboy. 4 million. 4 million so'mga dastavkasi bilan. Yana bir yeri bor, yangi gap shu. Like, podpiska bosganda 100 ming so'm qaytib ham beriladi kelishgandan keyin. Yana 3 million 900 ga tushib ketdi. Bir like uchun desa 100 ming so'm Karimboy, bir like uchun. 4 kun, shoshilinglar, 4 kun. Xudo xolasa Qurbon hayiti uchun bo'lib turibdi bu narsa. Karimboy, bu narsamiz ham 4.30 ga 2.30. Original narsa, вообще. Uje buni ko'ringmi, purjillarni ham, masokalarni ham ko'rang.
yaxshisi bor, yaxshisi turibdi Tum bunun geng ichida. ekan birlar. Geng silinalar ham. Вообще geng ekan. Mochalkami bu? Prujin bang? Prujin masarka ikkisi ishlangan. Aha. Karimboy ham bilan Hayit bayramlab aytdim-ku sizga zo'r skidkada qo'yib beramiz deb. Ava. Bumizdan 430 ga 230 razmerga qarang, katta Ulu, razmerda. ulu, ha. Bahosini 3 million 800 ming so'mdan qo'yib beramiz. 3 million 800. 3 million 800. Yine necha so'm sotilgan bu? Vaqtida Karimboy 5 million 4 million 800 4 ham sotilgan eng oxiri. Eng oxiri 4 Eng sotilgan. oxiri 4 million sotilgan. Hozir 3 million 800 3 bo'ldi. million 800 ming so'm. Hurmatli kanalimiz a'zolari, buni sifatini ko'ringlar, ham ulug'ligini ko'ringlar. 3 million 800 ming so'm. Like-ni ko'rsatasiz, ina kommentariy yozimdan 3 million 700 ga tushib turibdi. Ina bu narsani ko'ring endi Karimboy. Bu dahshat-ku. Bu narsa Gibrid panda. Gibrid panda. Bu boshqa narsa undan. Bu mullu narsa ekan. Necha so'm? 430 ga 230 bu ham razmeri. Ava. 4 dona pufiki bilan. Bumuz ham Karimboy 5 million 5 million sotib turibdi vaqtida. Ava. 4 million ham chiqarib yuribdilar. Ko'ribmiz. Bumuzdan medalab o'tiribmiz. Necha? Bir xil qo'yib beraman bahosini. 3 million 3 800 million mi? 800 ming so'mdan. Dastavkasi ichida. Ağala epkele alık kaladan yeri geptile geldi. Yine 3 milyon 800 ming so'm dastavkasi içinde de turibdi. Garantiya İsa. ishlari napomni. İsa. Yine yangi gap shu. Like, yaxshi kommentariya 100 ming so'm yine bonus. Yine klas tekildi. Narxni o'zingiz ham ko'rib turibsizlar-ku. Video chiqarib turibmiz. Karimboy yarim chesterimiz. Ava. Originali. Bumizdan 330 ga 230. Diniqligini qaranglar bu rangini. Necha so'm bu? Karimboy buni 5,5-6 million damiz. Ava. Tekiz 5 million so'mdan. 5 milyon so'm. 5 million so'm tekiz uzuni. 5 milyon so'mdan. Vaqtında 7 milyon ham chiqqan bu narsalar. Boshqa keyin vaqtlarında. Bu 6,5-7 million ham sotilgan bu narsalar vaqtida. Ina bu narsamiz borki. Ava. Qaytekimiz 330 ga 230 razmeri. Bumizdan zo'r bahada qo'yib beraman. Hali undan baho hech da chiqmadi. 4 million so'm. 4 milyon so'm. 4 million so'mga qo'yib beraman. Aniq mı bu narsalar? Aniq. Yumuna qaranglar, high-tech varianti 4 milyon so'mga tushirib berdi. 5 milyon 500 chiqqan, 5 milyon chiqardi, 4 milyon 800 chiqardik. Bu videoda 4 million so'm. aniq. Aniq 4 million. İçinde 2 tane pufiki bilan 4 milyon so'm. Qaranglar. Dastavka 5 Hozir polat. bir like-da bassa 3900 ga tushib qoldik bu. 3 million 900 ming so'm. Hop. Kommentariyani yozib kelsinlar, like-ni bosib kelsinlar 3 million 900 ming so'm kelishganlar. 4 kun shashilib qolinglar, bu narsani olib qolish kerak. Yine. 230 ga 230 kuxunni qolg'imiz Karimboy. Ava. Originali bu ham. Ava. Eng yaxshisi 2,5 million so'm. 2,5 milyon. 2,5 million. Kuxun yuqaloqam o'xshatib turgani yo'q, savlati ullagan buni. Savlati ulli narsa. Bu yani kichkina Razmeri beri 45 santimlik emas. Shuni aytibman, kuxunlarning kichkinaroq bo'ladi-ku, razmeri ulli bo'lsin, razmeri kichkina bo'lsin, o'zi savlati bo'lsin deganlar uchun, uyim kichkina deganlar uchun necha so'm? 2,5 million so'm. 2,5. 2,5. Kelishadigan yeri bormi? Bitarimi? Endi Karimboy bu narsalarimiz dastavka 100 ming so'm jaysa 5 polatni edi. Ava. 100 ming so'mlik jaysadi. Hozir buni Xorazm bo'lib 5 polatni atib beraman. Mana, dastavkasi Xorazm viloyati bo'yicha 5 polatni. Bir like atsangiz, bir 2 million 400 ga tushib turibdi. 2 million 400 ga tushib turibdi. Kartlarimiz Karimboy 600 ming so'm bilan 800. 601 sang, Aman 600 ming so'm. 800 bu. 800 ming so'm. 850 chiqardik tuni. 850 chiqardik. Ava. Bir narsa aytaman Azamat, video o'xshasin. Aha, ayting. 850 chiqarganimizni 750 dan doğru gelen ikkini o'zi olsa, ikkisi. Asa o'zlari dastavkasiz, Ava. o'zlari olib ketadi 2 donani. Aha. Ana 750 ming so'mdan beraman Karimboy. 750 ming so'mdan berasiz. 750 dan beraman. Qaranglar, 750 ming so'mga super narx bo'ldi. Xudo xolasa. O'zlari olib ketadigan bo'lsalar. Keyin bu guruchlarimizni kelsak, Ava. 2 odamlar Karimboy. Bu 3,5 million, 3 million 400 sotib turadi. Ava. Hozir sizga eng zo'r bahoda qo'yib beraman, 3 million so'mga qo'yib beraman. 3 million so'mdan. 3 million so'mdan. Bu narsalarga foydalaninglar, 750 ming so'm. Buni bahosini bir solishtirib ko'ringlar boshqa videolar bilan. 750 ming so'mga zo'r bo'ldi. Karimboy bana geldi içana. Yine asartamayın. İnan. Bunun kattaligini qaranglar. Yine. İzolda modelimiz Karimboy. Yine bu razmerler ham katta. 2,5 4,5 mı razmeri? Ava. Razmeri ham ulug' eli. 100% garantiya bu narsalarimize. Ava. Bunu bahosi Karimboy 6,5-7 million sotib turardik. Hozirgi kunda 6 million so'mga qo'yib beraman Karimboy. Shuni o'zinimi? Shuni o'zini 6 million qo'yib beraman. Gigantligini qaranglar, buni 6 million o'zi. Yine size bonusuna qarang. Üstlerini qo'shib beraman. He? Üstleri bilan qo'shib beraman 6 milliona Karimboy. Shu 6 millionning ichindami? İşi üstleri bilan.
Ağala faydalanıp kaladigan yeri gapdinglar. Üstlerini 275'lik kichkina üstel emas. 275'e 80 santimlik. Aniq ağı. Aniq baha. Dastlab kesem içinde. Dastlab kesem içinde Bir klass bassa yine 5 milyon 900'e düşedi geldi. 5 milyon 900'e. Oylanıp aytib turibsiz? Aytdim-ku Kerim baya, bugün fayda kerakmidi bugün? 5 milyon 900 ming so'ma üstler bilan uyingizga borib tursa yomonmi? Doğru musafirda o'tirib, men o'zim ham tavsiya qilaman, chotki narsa, zo'r narsa. Zo'r bo'ldi narsa. Haytasi aytdim-ku sizga 4 kun 4 kun ichida. Fayda kerakmi deyishni Kerim baya? Yaxshi. Xudo qalasa toza tavallamjadi bo'shatish kerak. Bo'shatish kerak Joyatish kerak. Bo'ldi, klass. Ina bu narsamizni ham ko'ring. Bu qaranglar. 4 yillik bu Kerim baya shu narsamizni. Ava. Bomizdan necha beramiz? Oyoqlari pon 100% sinovdan chiqqan Kerim baya. 100% ham meyli. O'zim ham yoqadi bu svetini durishini qaranglar buni. Chisti, nima deydi, komfortni his qilib o'tirasizlar bunda. Necha so'm bu? Kerim baya bomizdan komplekt üstel aytavering shuni. Ayting. 100% oyoqlari aytganimni sinovdan chiqqan. Ichida buni vaqtında Kerim baya 6,5 milyon so'm sotib turardik. 7 milyon 6,5 milyon sotib turardik. O'zini 6,5 ming içinde üstlari bilan. Ha. 6,5 milyonun içinde üstleri bilan. Bu 5 milyon 900 bo'lib ketdi. Buni farqi bormi sifatida? Sifatida farqi yo'q buni. Sifati bir xil. Xulosda oyoqida farqi bor. Ha, oyoqida. Noshkasida. Tushunarli. Bumuz plus bossa, bumuz aytdim-ku. Aynan. Yog'ochdan ekan, o'zidan. Demak, bu üstler bilan 6,5 milyon. 6,5 milyon so'm üstler bilan. Sinsin. Taqvin etib bering yana. Sinsa desak Kerim baya. Buni sinab obunachilaringiz uchun mana shu bilan ikkisini bir xil bahada qo'yib beraman. 6 milyonmi? 6 milyon o'zida. Ina, oyoqini ham e'tibor qilinglar, o'zida 6 milyon so'ma. Bir klass bossasa 15 milyon 900 bo'ldi. Agar kommentariya yozib, bir like bosganlar 100 ming so'm badal turibdi, xudo xolasa. Xo'p. Keyin bana gen Kerim baya, shunlarimizni ko'rsak, qaytakimizni 100% mo'shi material. Pampers Prigin 22 poltos masarka. Razmeridan keladigan bo'lsak 430 ga 230. Dizayni zo'r. Bu narsamizni bahosini 4 milyon 900 chiqardik. Endi bulardan foydadan geçemiz. Fakat şu keladigan bahoni yo'l pulini qo'yib aytaveramiz Kerim baya. Necha so'm? 4,5 milyon so'm. 4,5 milyon. 4,5 milyon. Buni materialini qaranglar, bu dizaynlarini вообще zo'r ishlayaptilar. Ustalarning ishini qaranglar, gap yo'q. Hem ti yine buniki ham plasmas, bu yan başlarını ağaçdan ishlayaptilar. Bular ağaçda ishlangan, telari plasmasdan noshka. Yine oyoqini mosatib, noshkami, shu narsalarni mosatib qo'yibdilar. 3 tane pupiki bor. Bu üstersiz bo'ldimi bu? Bu üstersiz bahosi. Necha bo'ldi shunda? 4,5 milyon so'm. Üstersiz 4,5 milyon so'm. Dizaynni zo'r ishlayaptilar lekin shu narsani. Bunda shuni yana bir modeli. Bu rasvetkasi. Ha, rasvetkasi. 4,5 milyon so'm. Qaranglar bu baholarni boshqa videolarni bir ko'ringlar-da. 4,5 milyona zo'r baho. 4,5 milyon Kerim baya. Buni ko'ring, yana ko'rkazlar boshqa do'konda 4,5 milyondan ko'rkazlar, bundan ham tushib beraman. Hisob. Bundan ham tushib beramiz. Gap yo'q. Kerim Bayni kanalidan gördüğümde videonu ko'rsatganlar. Bire kelsangiz hozir 5 million deb aytib tursa, nechun qimmat aytding demanglar. Bire kelsa bir chujoy baho aytiladi. YouTube'dan gördüm deb aytib kelinglar. Bu sinab obunachilaringiz uchun Kerim baya. Kuxun ugalokimiz 2,5 ga 160. Telali ochilib ponni sandiq bo'ladi. İçinde üstlari bilan. Bunuzdan 2 milyon qo'yib beramiz Kerim baya. 2,5 milyon. Üstler bilan. 2 milyon 800 batalik. 2,5 milyon so'm. Üstlari bilan. Üstler 2 dana pufiki bilan. Kanalımıza podpisatsiya bosib qo'yinglar, hurmatli kanalimiz a'zolari. Chunki biz shuning yangiliklarini ko'rsatib boramiz. Sizning oldingizga chiqib bir dana knopka podpisatsiya deb qo'ydi. Sizga chiqib kelaveradi oldingizdan bu svetimizni, korishnoy. Bu yan ko'chada bo'lgan korishnoyimiz. Shuni korishnoyi 4 milyon so'm. 4 milyon bo'ldi. 4 milyon. Ina bu narsamiz ham Getdi Kerim baya 4,5 milyon edi bu. 4 ta tushib beraman buni. Bu ham 4 ta tushdi. 4 milyon. Hozir siz bu 4 ta tutsiz, yana 100 mingdan hisoblab turibsiz. 3 milyon 900 bo'lib ketdi. Qaytamiz 100 ming. Buning narsalarni 3 milyon 900 ming so'm o'sha xarid qilmagansizlar. Qaranglar. Bu uning baho bo'lmagan bu narsalar 3 milyon 900 ming so'm. 4 kun. Xarid beramasa shu mebel olib yurgan klientlarimizga yordam bo'lsin. Tashakkurlar bir duosini olamiz. Xaridda shu mebelli bo'lsinlar deymizdan Kerim baya. Ina bu narsa yana 90 graduslusi, bu ham qimmat yuradi. Bu necha so'm bu? Kerim baya bumuz 5 milyon so'm.
5 milyon. Özün ham yomon aytmadingiz bahasini, ha? Mana 4 milyon 800 emas. Hava. Baranga 4,5 milyon andamiz Kerim baya. Yaxshi, yaxshi. Yenam demidon solni aytavering. 4 milyon 300 ming so'mga qo'yib beramiz. 4 milyon 300 ming so'm. 4 milyon 300 ming so'm. Hisob. Jurnalist bo'lsiz lekin. Jurnalist olsiz. Jurnalist stolimiz 1 milyon 800, 1 milyon 700 sotiladi. 1 milyon 600 ham sotildi. Necha bin? 1 milyon 400 ming so'm bugun. 1 milyon 400 ming so'm bo'ldi. Mana yana bu pufigina qarang Kerim baya. Yine. Bu fikrini ikisi bir divanın bilen İkisi denk bir oldu. divan. Uzunluğuna qarang. Bundan buna bu rasvetkasi. Yine. 4 milyon 300 mi? 4 milyon 300 ming so'm. Anık mı? Aniq 4 milyon 300 içinde. Eğer sizler meni aytganimning şu bir 6 ay oldingi videolarni ko'rsangiz 4 milyon 300 ming so'mdan meni narx bo'lmagan. O'zi bu yoqlardan meni narx chiqarmadik bu vajani 4 milyon 300 lik narsa emasdan bu. Bugun bo'lib turibdi bu narsamiz. Doğrusu. Malades. Yine like, podpiskani bosib kelsanglar 100 ming so'm ketdi. 4 milyon 200. Klas. Keyin bon tarafga kelsak. Buni necha so'm atamiz? Bu baland xil ekan. Bu ya 2 milyonluk narsa emas bu. Yo'q, bu baland bu 100% pampers brizin, motorga ichidan garantiya, bu yoqqa arzon emas. Bundan Kerim baya 3 milyon 800 sotib turdik. Hava. Hozirgi kunda 500 ming so'm skit ketamiz, 3 milyon 300 ming so'm. 3 milyon 300. 3 milyon 300 ming so'm. Men ham endi bir narsani aytayim, men ham ko'rib turibman. Shuni sal bo'yi pastroqi bor. Bu bo'yi balandroq ekan. O'zi shuni bo'yi pastroqini 4 milyon 400 chiqarganmiz. 4 milyon 400. Bu hozir bo'yi balandroq varianti 3 milyon 300 ming so'm dedi. Bunda pandamız Kerim baya pandanın orijinali. Orijinal. Arkalardan ponni, arkalar panel qaqilib ishlangan, bu materialning ustida turgani yo'q. Ava. Bundan 3 milyon so'm atib beramiz. 3 milyon bo'ldi. 3 milyon so'm. Yine. 3 milyon so'm orijinal xili. Orijinali. Üstlerimiz Kerim baya. Üstlerimiz 500 ming so'm edi-ku. Ava. 3 milyon 300 ming so'm bersalar üstleri bilan. Üstleri bilan. Üstleri bilan 3 milyon 300. Bir like bassa 3 milyon 200 üstler bilan ketdi. 3 milyon 200 üstleri bilan. Like bosib yana. Gap yo'q. Dastlabki aytganimizning besplatni ichida. 2 adamlık ketlerimizni ham tushirib bering buni. 2 adamlik ketlarimiz Kerim baya. 2 milyon 800, 2,5 necha bin? Tushsin bu zakon. 2600 chekadi sen. O'ylanib qaldingiz-ku. 2 milyon 200 ming so'm. Hisob. 2 milyon 200 ming so'm. Matrassız bilanmi, matrassizmi? Matrası bilan. Matrassız bo'lsa necha bo'ladi? Matrassız bo'ladigan bo'lsa Kerim baya 1,5 milyon so'm atib beramiz. 1 milyon 300. Yetti 1 milyon 300. 1 milyon 300 ming so'm. 100 ming so'm emas, 200 ming so'm. 1 milyon 300 ming so'm. Qaranglar, buni lekin 1 like bassa 1 milyon 200 ga berib bilmaydi. Men o'zim ham bahosini bilaman, arzon qo'yib berdi. 1 milyon 300 ming so'mga klass. Olib ketinglar lekin. Kerim baya banagangi bunda Chester'imizni originallarini ko'ring mana. Motorda yerlarni ko'rdingizmi? Sidinaga yengan 70 santi. 55 santi bo'ladi boshqa yerlarga. Razmeri 430 ga 230. Hava. İçində 3 dana pufiki. Dastlabkasi içində bo'ladi. Sizə biz zo'r baho aytib beraman. 4 milyon 800 ming so'm. Shumi? Ha. Yine 4 milyon 800 ming so'm. Mana lekin 5 milyon 300 sotilib turibdi. Hozir 4 milyon 800 dan qo'yib beraman. O'tgan videodan 500 chiqardikmi? 500 chiqadi shular. Bugun 4 milyon 800 ming so'm. Bu narsalar qaranglar, üstüne yo'l puli qo'yib o'tiradilar. Shu narsalarni ham olib tashlab, Qurbon hayiti uchun srazi bera tovarga yotir, hammasini bo'shatjak. Bo'shat toza narsani qo'yacakmiz. Shunga joyga qo'yibdi Kerim baya. Bu narsamiz ham shu. Ya haytekimiz aytdik-ku. Hava. Bu narsamiz asli u hayteklardan qimmatroq yuradi. Lekin buni ham shu hayteklar bilan bir xilatib 4,5 milyon so'mdan qo'yib beraman. 4,5 shu baho. Shu baho 4,5. O'tgan videoni ham ochib ko'rsangiz, o'tgan safar ham aytgan, argi haytekdan buni narxi qimmatroq yuradi degan. Yana bugun bu ikki narxni bir xil aytib qo'yasiz. Bir xil aytib qo'yamiz. Tushunarli. 4 milyon 500 bo'ldimi? 4 milyon 500 ming so'm. İçində 3 dana pufiki bilan. Ina bu narsamiz Kerim baya 5,5-6 milyon sotib turdik. Hava. Bumuzdan sizə zo'r bahoda qo'yib beraman. Necha? 4 milyon 400 ming so'm. 4 milyon 400. 600 ming so'm skit qilib qo'yib beramiz. 600 ming so'm. Gap yo'q. Narxlar bugun rasmiy sinib turibdi. Tavsiya qilaman, buni qaranglar, bu klass narx bo'ldi lekin. Zo'r. Ikkinchi etaja chiqamizmi? Kerim bayimda qalizimiz. Hava. Oyoqlar ham MDF oyoqdan uzundan chiqqan. Bu ham nima emas, plastmassa emas. Buni ustidan shishaga qo'yiladi, az qo'ymabdilar. Bu narsamizni 6 milyon 6,5 milyon sotib turibdi. Hozir buni ham ko'rib turibmiz. Bu narsamizni bahosini Kerim baya 5 milyon 300 ming so'm. 5 milyon 300 ming so'm. 5 milyon 300 ming so'm. 1 milyon 800 ming so'm, 1 milyon skitga hozirgi kunda. Qaranglar, buni qaranglar. Bu narsani ina
bu narsani tavsiya qilaman dedim sizlarga. Shu narsani ham tavsiya qilaman. Zo'r. 5 millioncha bo'ldi bu? 5300 ming so'm. 5300 bo'ldi. Divan kreslomuz? Divan kreslomuz Karimboya 3 milyon 800 ming so'mga qo'yib beraman. 3 milyon 800. 4,5 milyon so'm edi. 3 milyon 800 bo'ldi. 700 ming so'm skidka. Yana klass bassa? Klass bassa 100 ming so'm ketdi. Yana 100 ming so'm skidka. Endi iddapani ko'rsatamiz desa. Xo'p, ikkinchi etaja chiqdik. Yana assortimentlar, xudo xolasa kutib turibdi. Bu yerdan bo'shatish kerak. Hamma narsa arzon olib ketaverasiz nasib etsa. Qani, bir chetdan boshlaymizmi? Yangi Karimboya boshlasak. Hava. Toza chiqqan modelimiz. Mana bu ishlanishlar ham ko'rib tursangiz. Bumizda Karimboya 6 milliondan qo'yadik. Hava. 6 millionimizni qo'yibmiz ham sotilib turibdi. Hava. Bugungi kunda xudo xolasa skidga etamiz dedik-ku. Hava. 800 ming so'm skidga Karimboya 5200 ming so'mga qo'yib beraman. 5200. Tushunib o'tiradigan variant ekan bu, qaranglar. Yerga yaqin bo'lib, tushunib o'tirasiz. Xudo xolasa 5200. 5300 ming so'm. Bu variantimizda. Bu narsamiz Karimboya 3 milyon 800 ming so'm. Hava. Lekin hozirgi kunda 3 milyon 800 emas, 3300 ming so'm etib beraman. 500 skidga. 500 ming so'm skidga etib beraman. 3 milyon. Chamini o'lchov, o'yini o'lchida onlayn olib ketadi-da buni. Shuni mas. Buni o'lchovi 360. 360. 4 metrlik joy bo'lsa olib ketaverasiz. 4 metrga kelishadi. Imanda yana hayteklarimiz. Hava. Rasvetkalarni qarang. Rasvetkalarina. Yine. 4,5 bo'ldimi bular? Bularimiz 4,5 million. Xudo xolasa shu gen klientni qapatmin beramiz. 4 milyon 400 ming so'm bo'ladi. Klass paskasi 4 milyon 400 ming so'mga o'tgan yillarni tish ko'zini oladingizlar. Bu yil вообще zo'r bo'ldi. Arzonlab ketdi. Raqobat bo'lgani yaxshidan shulardi. Raqobat bo'lsa, shunday bo'ladi keyin. Biz arzonlayveradi. Yine. Bu chesterimiz. Baho tushadi, sifat yine oshadi. Bu narsalarimiz baho tushgani bilan keyin biz sifati o'zgargani yo'q. Shu narsa sifati. Chesterimizni 4 milyon 800 ming so'mdan qo'yib beramiz. 4 milyon 800 ming so'm. 4 milyon 800 ming so'm. Mini sveti, siyah rang. Bu siyah rang yangi nanikidan bu shu. High-tech. High-techlardan. Bunda mina high-techimizni da shu 4,5 millionlik. Bu svetini qaranglar. Xalosasa mini sveti. Chesterni bunday ko'ring. 90 gradus Karimboya. Ariq chesterlardan farqi ko'p. Sifati zo'r. Bumuz 5 milyon 800 ming so'm. Hava. Sizlar men shuni bir zo'r bahoda qo'yib bersam, necha? 805 milyon so'm etib beramiz Karimboya. Shunda 100 bilan 4900 o'tdi. 4900 ming so'm. Ishga gen klientimizni xapatimiz ishi sabah. Xudo xolasa keldingizmi, aytgan bahongizni xudo xolasa norozi etib bermaydi nasib etsa, xudo xolasa. Karimboya bu aytgan baholarimiz saytgacha. Xudo xolasa. Sayt beramasa xudo xolasa. O'zingiz ham shu videodan burun gaplashdik-ku. Shu qaytga bir obunachilarga xalqimizga bir arzon etib ber buni eldan kelgancha deb. Duosini alali xalqni qaranglar. Bir duo qilib qo'yinglar, getdina bu variantimizga qarang. Oq sveti kerak desangizlar. Oqi ham bom 5 li ekan. 5 li 90 gradusda ishlangan Karimboya. Mushtara. Bunda shuni rasvetkasi inon. Beda bir 3 tanasi bor bundan. Bundan birisi ekan. Bahosini qarang Karimboya 430 230 3 tane fufik ichida 4 milyon 400 ming so'm. 400. 4 milyon 300 olib ketadi ekan. 4 milyon 400 ming so'mdan. Bunda high-techni serisi so'rasalar, kerak desalar. Uning 4lisi bor ekan. Bunda 4lisi Karimboya 3 milyon 900 ming so'm. 3 milyon 900 ming so'm. Baronni qaranglar 6 milyon yozilgan. Yani pulini ko'rdingizda, necha tushirasiz bugun? Karimboya medalab o'tirman 5 milyon 300 ming so'm tushirib beraman. 5 o'zini puli. 5. Unda dastlabkidan 40 kishi kerak bo'ladi-ku. Ikkitadi o'zi. O'zi ikkisi 5 bering, siz bersangiz 5 milyon 200. 5 milyon dastlabkasi bilan xapatmash qilgan. Dastlabkasi bilan 5 milyon. Dastlabkasi bilan 5 milyon so'm. Yine. Klass. Zo'r. Xo'p, izoldan nimada bu? Navoda bunada? Yo'q. Kalize. Kalizeni mini variant ekan. Yani pastda oqini tavsiya qilaman degan. Kalizemizni nima bu? Karimboya buni orqalari ham meni MDFdan chiqqan buni ko'rdingizmi? Quri oldinda emas, nima? Oyoqlari. Zo'r. O'tirib ko'rib, xudo xolasa olaveringlar, zo'r narsa lekin. Chester 4lik. Chester 4ligimiz 4 milyon 100 ming so'mdan ketdi. 4,5 milyon o'zi. 4 milyon 100 bo'ldi. Klass, ketdi. Karimboya bu yine yangi toza ishlarimiz keldi. Men bu ko'ring bellarni ishlanishlarga qarang. Vobshe qalin atib ishlangan.
Necha so'm ekan bu? Kerim baya 4 milyon 800 ming so'mdan turardik. Ava. 4 milyon 400 ming so'mdan. Bom 400 bo'ldi yine. 4 milyon 400 ming so'mdan. Avra svetkalarimi shu? Tamam. Yoki Yo'q, bu boshqa narsa. boshqa narsami? Tamam. Mhm. Keyin bunda imondan rasvetkasi Kerim baya. Bu shuni rasvetkasi. Bu shuni rasvetkasi. Yine. Zo'r baho bo'lib turibdi. Xudo xolasa olib Zo'r qolaman, shart, yana keldi mebellarni. Qaranglar dizayndan qaranglar. Zo'r. O'yini bir bogati ko'rsatib turadi. Zo'r atib ishlatdilar. 400 bo'ldimi? 4 milyon 400 ming so'm. Qaranglar. Ina bu narsamiz 4 milyon so'm Kerim bu baya. 4 milyon. O'zlaringiz baholara e'tibor qilinglar. O'zlaringiz izohlarni kutib qolaman endi bu kommentariyada. Bu ne? Ya mashin mindirganimiz-ku bu. Bu ya o'tgan videoda mashin mindirdik-ku shuni aynan. Liboy narsa mindiraverasiz, ketaveradi. Kerim baya 5 milyon 800 ming so'm. 5 milyon 800. 6,5 milyon çıkardık. 6,5 milyona sattık ama şimdi algan kredilerimiz safa bulmuydular şimdi. 5 milyon 800 ming so'm. 5 milyon 800 ming so'm. Bir de hozir shu mebellarni bera yetirib berib turgan odamni o'zi shu yerda hozir syomka jarayonida shu yerda pastda turibdi. Yanimizda yuribdi. Bemalol dedi, xalonlar dedi, o'zim ham gaplashdim, mashin mindirib ko'rib olaversinlar dedi. Zo'r dedi, sifatini javob beraman dedi. O'zi shu yerda. Yankı izoldamız bu Kerim baya. Bumuzdan zor bahalar koyup beramen. Ayakları plasmasa noşkeleri. Materiallar 100% moşi. Sidineler hem gen işlengen. Kerim baya 5 milyon 200 ming so'm. Bu mu? 5 milyon 200 ming so'mdan Argın çapı vardı pastay. 4 milyon 900 buldum. 5 milyon mu oldum ya? Yok, bumuz Kerim baya 6 milyon koyup verdik. Ha, o 6 milyon. Bu 5 milyon 200'lik mi? 5 milyon 200 ming so'mdan koyup beramen. Yine. 5 milyon 200 ming so'm. Hop. Keyin bunda yine bir zor narsamiz var. Bumuzdan Kerim baya vaqtında 6,5 milyon so'm sotib qo'yadi. Chiqarganmi 6,5 milyon chiqarib Bugün bu narsamizni Kerim baya 1 milyon skitkada qo'yib beraman. 5,5 milyon. 5,5 milyon so'm. Spinkali shuni Spinkali olgan odamlar biladi 6,5 milyon so'm deb 6 g'ansda 600 g'andirsiz, yine 5,5 milyon bo'ldi bu narsa. 5,5 milyon bir klassi bassa yine 100 ming so'm, 5 milyon 400 ming so'm. İçinde 4 tane pufiki. Keyin bunda gold mebelimiz bu Spanli bo'ladi. Ava. Kerim baya bu Spanli bo'lib ochiladi. Bundan ochiladi. Hozir uchtlar bor ekan. Bumuz 5,5 milyon so'm asl narxi. Ava. Bu narsamizni hozir 5 milyona qo'yib beraman. 5 milyon so'm. 5 milyon so'm Spanli. Üstlerimiz necha so'm? Üstlerimiz 1 milyon 100 sotib turadi. 900 ming so'm üstlerimiz. 900 ming so'm oldu üstler. Chester 4'ligi. Chester 4'ligi 4 milyon 100 ming so'm getdi. 4 milyon 100. 4 milyon 100'dan beri veramiz. Like. Like podpiska bosib kelganlar, obuna bo'lib, uzoq tarqalish uchun shu like podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, xudo xolasa, yana baholarni tushirsa, eldangacha tushiraveramiz. Bu necha so'm? Bu narsamiz ham Kerim boya eng zo'r narsamiz bu. Bu material yaxshi qilib o'xshaydi. Material ham yaxshi, ishlanishi ham o'tirganingizdan boshqasi narsa umuman. Bumuzda ham Kerim boya 6 milyon deb qo'ydik bahoni. Necha aytamiz? Buying. Bumuzni 4 milyon mu bu? Yo'q, 4 milyonlik narsa emas, bu 6 milyon Kerim boya. Necha bu? 5 milyon tutib beraman. 5 milyon so'm. 5 milyon so'm. Bu 4'lik emas aslida. Material yaxshi narsa. Materiali zo'r narsa. Kerim boya bu narsamiz 5,5 milyon so'm. Ava. 5,5. Hozir 4,5 milyon. 4,5 milyon. 4,5 milyon getdi 4,5 milyon. 1 milyon so'm skidga. 1 milyon so'm skidga. Bunda shuni rasvetkasi. Baholarni ko'ringlar. Shuncha o'tgan videolarni ko'ringlar, boshqa bir videolarni ko'ringlar. 5,5 milyon, 4,5 milyon so'm bo'ldi. Bir like bo'lsa 4 milyon 400 ming so'm bo'lib turibdi. Baholarni solishtiringlar. Bumuz yaqinani rasvetkasi. 90 gradus. 90 gradus. 5 milyon 200 dedingizmi uni? 5 milyon 200 ming so'm. Buni kursilarni ham e'tibor beringlar. Adına kursi emas bu. Pufiklar ham yana. Men siz aytdim-ku, egasi shu mebellarni o'tib turgan Andijonli bolani o'zi shu yerda bemalol liboy mebel emas javob beraman dedi. Unda bir danasi qoldi. Shuni bir obunachimiz oxirinadan ko'rgan odamga bir berib shuni bir zakoniyatib. Svetam zo'r. Spanlim bo'ladi undan emas qolibdi. Svetam zo'r. Qaranglar. Necha so'm bu? Kerim boya bumuz 2 milyon 700 ming so'm. 2 milyon 500 ming so'm. Damin. 2 milyon 400 ming so'm atib beraman.
200. 2 milyon az olacak adımız. Dastlabki o'rganmaydi. O'zakisi berasizmi 2 million? O'zakisi 2 million beraman. O'zingiz akkisiz 2 million so'm. O'zakisi 2 million so'm. Yine. Svet ham zo'r. Svet ham zo'r bo'ldi, spanli bo'lsa hozir berimizda deyik qiladi. Shu emas. Esa shu bilan yakunlaymiz. Instagramdan olib chiqasiz. Azamat mebel. Azamat mebel. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomerlarimiz 91lik 916 95 55. Ekrandan yozib chiqarib qo'yaman. Bemalol murojaat qilaverasiz. Ish o'rinlarini hammasini bo'shatish uchun bu narsalarning narxini arzon qilib berdi. Где-то 4-4,5 million so'm bo'ldi. Yine high-tech variantlarimiz, chesterlarimiz 5 milliondan boshlab shu 6 million odam bo'ldi o'xshaydi. Menimcha eng zo'r mebellarni shu 6-6,5 million atrofida xarid qilasiz. Avvalda bu narsalar 7,5-8,5 sotilgan. 1 million 2 million polni skidga tushirib berdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'qul kelgan bo'lsa aytganim bir like bosib qo'yinglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Qurbon hayiti muborak bo'lsin barchangizga.